Xo'p, bugun sizlar bilan uzovimizni do'kondan sotib olishdan oldin proverka tekshirishni o'rganib olamiz. Buning uchun bizlarga sim kerak bo'ladi, ozgina sim, 2 dona. Keyin 1 dona 1,5 voltlik batareyka kerak bo'ladi. Xo'p, ko'rib turganlaringizdek, uzovni en deb yozilgan tarafini, ya'ni nolvoy qilinmaga simlarimizni qatirib oldik. Keyingi qiladigan ishimiz uzovimizni qo'shamiz. Vertikalniy holatda turishi kerak. Birinchi holatda pastki qismimizga minus tarafini dayzamiz, batareykani tekshiramiz. Uzovimiz proverkadan o'tmadi. Endi keyingi holatda batareykani naborotini aylantiramiz. Bu holatda uzovimiz tashadi. Значит, uzov ishlab turibdi. Endi ikkinchi qo'shganimizda bu holatda tashamaydi. Nochilligini kommentariyada yozib o'ting. Bilmaydigan odamlar bo'lsa, keyin tushuntiramiz keyingi videomizda. Xo'p, ikkinchi marta tekshirganda naborot plus tarafi oldingi holatga qaytdi. Bundan uzovimiz tashadi. Demak, bu uzovimiz konkretni ishlab turibdi. Ham bu uzovimiz elektromexanik uzov hisoblanadi.